Obunachilar yurtdoshlar, xudo xolasa Xorazm avtotek xizmat salonuna xalq kutgan mashin geldi. Yine Damazlı tozalangan versiyasi. Doğru mu? Shundaymi axir? Ya xatomi? Ayting. Amin köp başım bereket versin, ögeliye diyorsun kağıtlar ki ömür sağlık selametlik olsun. Şu maşından savdası yürüyüşü xudo xolasa halkımıza hizmet eden zor bir mükemmel maşin bol etsin. Sen devam et. Allahu ekber. Salamat bolasınız. Başlan Ömür Bey ya xudo xolasa. Damas Mov, yani Damas'ın yengilengen versiyası geldi. Bize kütkenden hem derecede zor hakikaten hem özümüzden minip gördüğün hakikaten. Bu 30 kurs eken kubu. Ama avtomobilimiz bakaları van variantı 134 milyon 439 bin son. Damas Max 142 milyon 471 bin son. Damas Mov 1.2'lik motor 139 milyon 675 bin son. Damas Mov diğer birinin bakası 144 milyon 563 bin son. Şimdi en lüksü. Yani Damas Mov Pass 1.5'lik motor 149 milyon 11 bin son. Şimdi Damas Mov Pass yani 1.5'lik motor 154 milyon 528 bin son. Yani en arzanı 134 milyon son, en kımatı 154 milyon son. Havaları şunun içinde oynayılır adınızda. Kondisyoner bu. Orunluklar sanı 8. 8. Hava. Sıfır bilen birge. Avtomobilin uzunluğu 4.4, kengligi 1.6, balandligi 1.86, gıldiraklar bazası 208, bakını sığımı 45 litre, İsap. yük köteliş kabiliyeti 650 kilogram, balonları 14'lik, dvigatel türü atmosferini 4 silindirden ibaret, dvigatel hacmi 1.2'lik, 1.5'lik, rul başkarığı, elektronik eken rul başkarığı. Rol elektronik yurtdoshlar. Yakılgı serfi 6,5 litre. Agar sizlar shu mashinani xarid qiladigan bo'lsangizlar, nechta tarzda xarid qilasizlar? Endi ko'pchilik aytadi, "Menga rasulashga bormi?" deb so'rashi mumkin-da. Shu yerni aytib o'ting, nishab xarid qiladilar bizlarga kelsalar. Hozircha bizlar bu bo'yicha ofisial ma'lumot yo'q. Uzaqdan Motors tomonidan xudo xolasa tez kunlarda sotuv tartibi ham aytiladi. Ofisial qilib, sizlarga batafsilroq ma'lumotlarni hujjatlar kelib tushgandan keyin aytib beramiz. Birinchilardan bo'lib xudo xolasa. Xudo xolasa. Yurtdoshlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Xorazm avtotek xizmat saloniga kelib, mashinani ko'rib, o'zingizga yoqadimi, yoqmaydimi fikrlaringizni bildirib ketsangiz bo'ladi yurtdoshlar. Salomat bo'lasizlar. Hakikaten ham zo'r xudo xolasa 250 milyon so'mlik Volkswagen'dan kalışmıydı. Evvela xudo xolasa. Bakın hozir ustida shitir puli bo'lsa, bormi bu Yo'q, hozir shartnomamiz yo'q. Hozir yo'q, ha? Hozircha bu mashina shartnoma yo'q, lekin kelib ko'rib fikrlaringizni qoldirsangiz bo'ladi yurtdoshlar. Rahmat hammaga.